Bu video faqat ayol qizlarimiz uchun. Hozirda men pravaga tayyorlanmoqchiman, lekin kurslarga qatnamayman, chunki u yoqda erkaklar ko'p, bolalar ko'p, erim ruxsat bermayapti degan narsa juda ko'p bo'lyapti. Даже meni o'zimni родной opalarimda ham shu muammo. Biz bunga yechim sifatida Avto AI ilovasini yasadik. Hozircha sayt ko'rinishida bu yoqda biletlar bo'ladi. Qaranglar, shuncha bilet, har bitta biletdan 10 tadan savoli bo'ladi. Bu yoqda mavzulashtirilgan bo'ladi. Ya'ni qanaqadir mavzuda qiynaladigan bo'lsa, shunda ochasiz. Mavzulashtirilganda shunaqa ishlaysiz. Darsliklaringiz, bu yerda darslik bo'ladi, belgilar bo'ladi, qoidalar bo'ladi. Misol uchun to'g'risini aytadigan bo'lsam, jarimalarni men umuman tushunmayman. Buni o'qib chiqib o'rganish orqali siz qanaqadir yo'lda xato qilib qo'yishni oldini olasiz, chunki siz oldindan bilasiz. Yo'lga chiqib ketsam, men shuncha shtraf to'layman degan narsa bo'ladi. 50 ta savolni bemalol ishlab ko'ra olasizlar va premiumga o'tish uchun qaranglar. 1 oylik 39 ming so'm, 3 oylik 89 ming so'm, 1 yillik 379 ming so'mda hozir kurslar narxini ko'ryapsizlarmi? Ortiqcha rasxod qilmasdan, uydan chiqmagan holatda, uyda o'tirib, bolangizga qarayotgan bo'lasizmi, mashinada bo'lasizmi, avtobusda bo'lasizmi, farqi yo'q. Shunday ilovani ochasiz, shunday Telegram botni ochasiz yoki shunday saytga kirasiz, ishlab ketaverasiz. Tayyor bo'lganingizdan keyin bemalol amaliy va nazariy imtihon topshirsangiz bo'ladi. Bu videoni pravaga tayyorlanmoqchi bo'lgan ayol qizlarimizga ulashib qo'ying. Bunaqa foydali ma'lumotni ular ham bilishsin.